Merhaba, biz Al-Xorazmiy universitetining ichkarisidamiz. Hozir yonimda Muratbek Atajonov turibdilar. Ko'p yillar davomida Xorazm televideniyasida faoliyat yuritganlar. Hozir shu inson bilan tanishib, shu yerda ko'rishib, Al-Xorazmiy universitetining muhitini va o'qish, ta'lim olish jarayonlarini o'qituvchilar bilan görüşüp, danışıp chiqamiz xudo xolasa birgalikda. Bo'lmasam so'zi hurmatli Muratjona bersak, o'zingiz qisqacha aytib o'tsangiz shu yerda. Hazrat Speaklar kanalini kuzatuvchi yurtdoshlarimizga avvalambor assalomu alaykum. Davron aka, bizning universitetimizga xush kelibsiz. Al-Xorazmiy universiteti Urganch shahrining bugun mana shu markaziy nuqtasida joylashib, zamonaviy kasblarga yo'naltirilgan ta'lim muassasasi sifatida mana bu yil birinchi o'quv yilini faoliyatimizni boshladik. Shu 2025-yilning 30-aprel sanasida Al-Xorazmiy universitetini tashkil qilish bo'yicha muhtaram prezidentimizga taqdimot kiritilgan bo'lsa, keyin muhtaram prezidentimizning qarori qabul qilindi va shu qarorga binoan Al-Xorazmiy universiteti tashkil qilinishi belgilandi. Va bu yil mana biz hozir talabalar bilan yangi zamonaviy yo'nalishlarni joriy qilgan holatda o'zimizni birinchi o'quv yilimizni boshladik. Avgust oyida, shu yil avgust oyida, o'tgan yil 2025-yilning avgust oyida imtihonlar o'tkazildi. 1500 ga yaqin o'quvchilar kelib, abituriyentlar imtihonlar topshirib, maxsus imtihonlar asosida saralab, bugun mana 100 nafardan ortiq talabalarga ta'lim jarayonlarini allaqachon boshlaganmiz. Bizni bu kiraverishda mana shu binomizni mana ko'rib turganingizdek, asosiy kirish qismimiz shu tariqa mana chiroyli chiqazganda mana talabalarimiz uchun garderob bor maxsus. Bundan tashqari bu yer zamonaviy universitet bo'lgandan keyin bu yerda hamma sharoitlarni maksimal darajada yaratib berishga harakat qilganmiz va shuning hisobidan bugun mana talabalarimiz shu yerda bir chiroyli ta'lim olib keldilar. Yo'q, ajoyib. Endi Instagram sahifalaringizda kuzatamiz, axborot texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgandan keyin sun'iy intellekt, shunday sohalar bo'yicha ham yaxshi ta'lim ma'lum. Albatta, biz o'zi asosiy yo'nalishlarimiz sun'iy intellekt yo'nalishi. Bu zamonaviy yo'nalish, bu yangi yo'nalish va shuning uchun ham talabalar qiziqib ta'lim olib turibdilar. Sun'iy intellekt yo'nalishi, dron texnologiyalari muhandisligi yo'nalishi va undan keyin dasturiy ta'minot muhandisligi yo'nalishi, dasturchilarni tayyorlaymiz. Shu uch yo'nalish bo'yicha faoliyatimizni boshlaganmiz. Kelajakda keyingi o'quv yilida rejalarimiz bor, yangi yo'nalishlarni qo'shish, masalan, kiber xavfsizlik yo'nalishini qo'shish va matematika yo'nalishi, fanlarga, fizika, xullas yo'nalishlarimiz tobora hali yillar davomida kengayib boraveradi. Magistratura bosqichini ham ochishni rejalashtirganmiz. Magistratura bosqichida ham bevosita talabalarni shu yerda professor o'qituvchilar zamonaviy kasblarni o'rgatib, yaxshi mutaxassislarni yetkazib berish asosiy maqsadimiz. O'zi xabaringiz bor, oxirgi yillarda mana sun'iy intellekt hayotimizga jadal sur'atlarda kirib keldi. Tabiiyki, har bir qadamda bugungi kunda shu sun'iy intellektda bo'lgan ehtiyoj ko'rinib turibdi. Va biz ko'zlagan asosiy muhtaram prezidentimizni oldimizga qo'ygan asosiy maqsadlari ham shuki, bu ham bo'lsa yurtimizda O'zbekiston uchun zo'r qadrlar, yaxshi mutaxassislar, zamonaviy fanlarni tushunadigan, zamonaviy kasblarni egallagan mutaxassislarni Al-Xorazmiyning avlodlarini Al-Xorazmiy tug'ilgan diyorda yetkazib chiqarish. Bu endi biz hozir bu binoda vaqtinchamiz. Urganch City loyihasida Al-Xorazmiyning haykali bunyod qilinishi rejalashtirilgan, xabaringiz bor. Shu Al-Xorazmiy haykalining orqa qismida kampus loyihamiz tasdiqlangan. Bu yerda o'sha universitet, yotoqxona, xullas laboratoriyalar, ta'lim jarayonlariga zamonaviy fanlar uchun nimaiki kerak bo'lsa hammasi joylashtiriladi. Yaxshi katta loyiha. Bu loyiha o'zini mana qurilish jarayonlari boshlanib, shu yakunlanganidan keyin biz universitetimiz shu binoga ko'chadi. O'rta Osiyodagi yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan eng katta loyihalardan biri bo'ladi. Al-Xorazmiy universiteti. Ham aytib o'tganingizdek, faqat ingliz tilida dars o'tiladi bu yerda. Professional darajadagi mutaxassislar. Evet. Dunyoning boshqa davlatlaridan kelib shu yerda dars o'tadi. Xuddi shunday ta'lim jarayonlari asosan ingliz tilida olib boriladi va ta'lim jarayonlari ingliz tilida bo'lishining ham mohiyati shuki, bu xalqaro universitet maqomi, xalqaro darajadagi universitet, chunki bugungi kunda mana shu zamonaviy kasblarni, ta'lim jarayonlarini o'zlashtirgan o'quvchilar tabiiyki mana shu jahon tillarida bemalol o'zini butun dunyo miqyosida namoyish qilishi bu yerda shu e'tiborga olinadi. Keling sizlar mana xonalarimizni tanishtirib o'tsin. Birinchi shu bu yerda hozir mana
bayram munosabati bilan bir tadbir o'tkazganmiz. Shuning uchun bu kiraverishda shuning bir chiroyli monitorimiz bor. Bu monitorimizda biza bemalol videolar, fotolar, qanday tadbirlarda foydalanamiz. Juda chiroyli bo'ladi hammasi. Shu zamonaviy monitorlar Boshqacha atmosfera bor. albatta universitetimizning katta ko'p qismida bor. Raspiyanalarni ko'radi o'zini. Dars bo'lishini. O'zimiz saytimizni bemalol kuzatadi, oxirgi yangiliklarni kuzatadi. Kiritiladigan yangiliklar keyinginadek. Yana masalan biza massazina bir rolik ko'p beraman bizani universitetimizning ochilishi haqida rolik. Masalan, shu videoni biza yana o'zimiz sun'iy intellekt yordamida yaratganmiz yana. Oho. Shu videoni avval. Xuddi realistichni, ha? Ha, sun'iy intellekt yordamida yaratganmiz shu videoni yana. Shu joylarni hammasi sun'iy intellekt yordamida yaratilgan yana. Zo'r lekin, ajoyib. Buning elektron doskalarimiz universitetimiz hamma qismida bor. Shunam Umidjon Yakublar shunam? Ha, faqat bu yerda emas ekan demak, to'g'ri? Va, hammada bor. Ikkinchi etajdan ham boshqa. Va, etajdan bor. Orga o'quv binamizga o'tkazaman sizni. Bu yerdan bor. Talabalar bemalol Gelib foydalanadi. va foydalanaveradi bemalol. Aha. Shundan chiroyli bir video qilganmiz, buni tanishtiruv haftaligida qo'yib berganmiz-da. İstaklarni e'tiborga olib, Urganch shahrida 130 gektardan ziyod hududda Al-Xorazmiy universiteti va ixtisoslashgan maktab Al-Xorazmiy markazi buyuk bobomizning ulug'vor haykali bunyod etiladi. Mana shu hudud, mana haykal, mana shu universitet kampusi, mana. Aha. Kelajakdagi shu loyihada bu reja. Tashkillashtirilishi lozim. Islohotlarimizga kimdir ishonmoqchi bo'lsa, sizlar bilan suhbat qilish kerak. Sizlardan fikr olish kerak. Bir daqiqa ham betartibimiz bo'lmasligi uchun ta'lim bilan Bu Yangi O'zbekiston universiteti o'quvchilari bilan bo'lgan suhbat prezidentimiz. ta'limni barqarorligini ta'minlasak, iqtisodiyot barqaror bo'ladi. Bir narsaga ishonchlari kerakki, bu qadamlarimiz boshlanish. Ajoyib. Mana shu tadbirimizni mana videolarni ko'p qo'yamiz bunda. Undan tashqari bemalol talabalar girib o'zlari uchun ma'lumot kerak bo'lsa internetdan olaveradilar. Masalan, mana bizani o'zimizning universitetimizning ofitsialniy Sayti bor. rasmiy sayti. Mana bu yerda yangiliklarni kuzatadilar. Mana oxirgi bo'lib turgan muhim yangiliklarni tashlab boramiz. Mana kecha murojaatnoma yuzasidan o'tkazilgan yig'ilish, mana biza uchrashuvlar, mana har xil startap loyihalar bo'yicha bo'lgan tadbirlar. Hammasini Yoritib boriladi. yoritib boriladi. Saytimizni bemalol kuzatib, o'quvchilar noyob yangiliklar bo'lsa ko'rib boraveradilar. Endi bu yerda mana o'zimiz haqqimizda bor. Bizning jamoamizning ma'lumotlari hammasi kiritilgan. Masalan, men sizga ko'rsataman, bizning professorlarimiz. Hozirgi kunda Al-Xorazmiy universitetida xorijlik professorlarimiz bor. Masalan, mana doktor Mutiur Rahmon, pokistonlik, juda tajribali bo'lgan professor. Amerikada, AQShda malaka oshirgan, o'zini Yevropaning ko'plab universitetlarida maqolalari chop qilingan, yaxshi loyihalarni tashabbuslarni egasi sifatida mana Urganchda bugun talabalari dars berdi. Undan tashqari mana professor doktor Cassimo Buffoni, italiyalik mutaxassis, fizik. Bugun o'zini yo'nalishida talabalarimizga shunday chiroyli, yaxshi, qiziqarli darslar o'tadi. Ko'p katta loyihalari bor. Bu bo'yicha ham o'zlarining hozir mana Urganchda
dars berib turibdilar. Yana Turkmanistonlik professorimiz Jamshid Yoyev. Bundan tashqari mana mahalliy professorlarimiz bular. Bular ham yosh, lekin mutaxassisliklari bo'yicha o'zini ishini a'lo darajada bajaradigan, sidqi dildan sevib bajaradigan bir professorlarimiz. Masalan, mana Risolatxon Iskandarova akademik rivojlanish degan fandan dars beradi. İngliz tilisi juda a'lo. Shunday mutaxassislar bor-da. Zo'r. Bu yerda mana bizning memorandum xonamiz bor, siz shuni ko'rsataman, keling. Memorandum xonamizda biz hozir shu qisqa vaqt ichida, masalan, universitetimiz bu yil o'quv yilini boshlagan bo'lsak, sentyabr oyida, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, mana shu qisqa muddat ichida juda ko'p tashkilotlar bilan memorandumlar imzoladik. Hamkorlik memorandumlar. Masalan, mana Urganch davlat universiteti birinchi o'rinda shu salom memorandumlar imzolandi. Xalqaro darajadagi shunday proyekt qilinyapti yana. Al-Xorazmiy haykali, mana binolar, o'quv binolari, yotoqxonalar, laboratoriyalar, zal. Katta bo'ladi ekan narsa. Juda katta, juda katta. Shuning uchun endi qarang, bunda yana biz men imzolagan memorandumlarimizni ko'rishingiz mumkin. Hamkorlik. Bundan tashqari yana Urganch Texnoparki bilan, IT park bilan imzolaganmiz. Shu xonada asosan bizning memorandumlar imzolanadigan xonamiz bu. Mana shu yerda xalqaro hamkorlik loyihalari belgilanadi, o'zaro kelishuvlar imzolanadi, manfaatli uchrashuvlar o'tkaziladi. Shu bizlar uchun ham manfaatli, keyin bizning hamkorlarimiz ham nodir manfaatli nimadir berishimiz kerak. Maqsad shu. Shu hisobidan biz shunday hamkorlik memorandumlarini imzolaymiz bu yerda. Masalan, mana Huawei'ni biza Huawei bilan ham bilasiz-ku, Huawei telefonlarini ishlatganmiz hayotimizda daxldor. Huawei bilan ham o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Prezidenti bo'ldik Huawei'ni, Al-Xorazmiy universiteti. Bu masalan dastur tomonlama yordami? Loyihalar. Masalan, har qanday loyihalar davomida shu Huawei kompaniyasi bilan birga endi bu borada o'zini mutaxassislari bor. Agar qiziqsangiz to'liq ma'lumotlarni beradilar-da. Asosiy loyihalarimiz masalan yana Google Development Group proyekti bor. Google bilasiz. Shuni mana Urganchda biza hududiy bir bo'limi deb tushuntirsam bo'ladi sodda qilib. Shuni Al-Xorazmiy universitetida tashkil qildik. Masalan, u nima beradi bizlarga? U ertaga seminar, treninglar bo'lganda Google darajasidagi, Google'dagi mutaxassislar kelib shu universitetda dars o'tadi. Bu katta yutuq. Katta natijalar. Bunday natijalarimizni men minglab sanab berish bizning asosiy maqsadimiz kelajakda-da. Hozir masalan barmoq bilan sanab turgan bo'lishimiz mumkin, lekin oradan men ozgina fursat o'tgandan keyin yuzlab loyihalar qilinishi rejalashtirilgan. Masalan, Map Innovation degan bir o'sha dasturlash bo'yicha, IT yo'nalishi bo'yicha yaxshi loyihalar qiladigan bir AI bo'yicha qilinadigan loyihalarni qilib turgan innovatsion mas'uliyati cheklangan jamiyat bor, Map. Mana shu logotipni bir yerda ko'rgandingiz, ko'zingiz tushgandi. Shular bilan ham mana hamkorlik qildik kechagina. Ular bizlarga juda katta miqdorda grant berishga kelishdilar. Katta miqdorda. Endi bu bilasizmi? Masalan, bizning asosiy maqsadimiz mana yaqinda Al-Xorazmiy olimpiadasini tashkil qilish niyatidamiz. Al-Xorazmiy universitetida maktab o'quvchilari o'rtasida olimpiada. Shu olimpiadaga mana shu MAP hamkorimiz 140 ming AQSh dollari miqdorida grant berishini e'lon qildi. 140 ming AQSh dollari. Bu qanday bo'ladi? Bu olimpiada g'oliblarini o'zida o'qitadi. Masalan, ularning 2 ming, 3 ming AQSh dollarlik o'qishlari bor. Shu o'qishlarda bepul o'qitish imkoniyatlarini berib turibdi. Shunday loyihalarimiz bor. Undan tashqari yana mana biz yana hamkorlarimizdan masalan Xorazm viloyat pedagogik mahorat markazi bilan ham memorandum imzolaganmiz. Malaka oshirish deydi. Xivada. O'qituvchilar har oyda minglab o'qituvchilar borib malaka oshiradi. Ular bilan hamkorlik qildik. Ertangi rejamiz shunday, o'qituvchilarga shu masalan uzun yo'nalishi bo'yicha bizning mutaxassislar to'g'ri kelsa, biz borib bilimlarimizni berjakmiz professorlarimiz. Birgalikda. Shu xalqaro darajadagi professorlar, shu yo'nalishlarni sun'iy intellekt bo'yicha masalan, shu maktabda dars beradigan ustozlarga o'zimizni bilimlarimizni berish niyatimiz bor. Yaxshi. Masalan, oddiy qishloqdagi, masalan shahar, masalan viloyatimiz chekka hududdagi bir maktabdagi ustoz uchun masalan sun'iy intellekt yangi mavzu bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Umuman bilmasligi mumkin. Albatta. Shu borada biz ularga qo'shimcha ko'nikma, qo'shimcha bilim berishni maqsad qilganmiz.
Shu maqsadda shu loyihani ham tez kunlarda ishga tushiramiz. Bu bo'yicha o'zaro kelishuvlar imzolandi, tasdiqlandi. Maktablarda manimcha sun'iy intellekt bo'yicha hech qanday dars o'tilmaydi. Nada sizlar hamkorliklaringizda birgalikda shularni tushuntirib. Endi mana ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentlikka qarashli maktablarimiz bor-ku, ixtisoslashtirilgan maktablar. Shularda masalan baribir ozgina ko'nikma bor. Ko'nikma bor. Jarayonlar masalan rivojlangan. Hozirgi kunda mana informatika fani shu doirasida baribir ishlar qilinadi. Lekin yuqorida aytib turganingizdek, eng chekka hududlarda baribir o'qituvchilar bilishi kerak bo'lgan, o'quvchilar o'rgatishi kerak bo'lgan mavzular ko'p-ku. Ko'p. Shu borada ham bilimlarni boyitchakmiz. Shuni maqsad qilganmiz. Zo'r. Bu birinchi navbatda o'zimiz universitetimiz uchun foydali. Tanitamiz, maqomini ko'taramiz. To'g'ri. Jamiyatga shu sezdirajak biz shunday universitet. Mana shu Al-Xorazmiy universitetida prezident tashabbusi bilan ochildi. Bu katta loyiha. Biz shu loyihani mana birinchi qadamini tashladik degan ma'noda. Katta yutuqlar olib keladigan davlat uchun ham, xalq uchun ham. Al-Xorazmiy universiteti mana Zhejiang universitet texnologiyalar universiteti bor Xitoyda. Mana shu universitet bilan ham biz hamkorlik qilib boshladik. Sun'iy intellekt bo'yicha ko'p rejalarimiz bor. Mana keyin Al-Xorazmiy universiteti o'sha Huawei mana yuqorida aytganimdek ICT Huawei akademiya bilan ham o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Bu degani Al-Xorazmiy universiteti rasman Huawei ICT akademiya maqomini oldi. Bu degani Huawei kompaniyasining universitetlar bilan hamkorlikdagi global dasturi. Bu orqali endilikda Al-Xorazmiy universitet talabalari bir qancha imkoniyatlarga ega bo'ladi. Masalan, qarang, xalqaro standartlarga mos axborot va kommunikatsiya texnologiyalari kurslari, onlayn laboratoriyalar va sifatli o'quv materiallari, Huawei sertifikatlariga tayyorlov dasturlaridan foydalanishlari mumkin. Bu Al-Xorazmiy universitet talabalari bilan berilgan imkoniyat. Zo'r, ajoyib. Xullas, yana masalan qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, men javob beraman. Yuring, banda o'quv binomiz bor. Shu o'quv binomizni ko'rsatsam sizga, bizda professorlarimiz bilan ham uchrashtirsam sizni, bu yerda mana italiyalik professorlarimiz bor. Shu o'quv binomizda juda mana hammasi talabalar uchun Tashkillashtirilgan. keling. Bemalol. Mana shunday zamonaviy dars jarayonlari, daskalarimiz ham hamma sharoitlar bor. Mana. Dars o'tish uchun bu sinfxona to'g'rimi? Bu yerda ma'ruza o'tiladi. Ha, ma'ruza. Ajoyib. Elektron doskalar ham, elektron doskalar hamma xonada bor. Bundan tashqari yana bemalol talabalar o'tirib, shuda tinglab, bu yerda yozadi, men bemalol o'tirib, hammasi o'tirib bemalol jihozlangan, kerakli tartibda jihozlangan ekan talabalari qulayliklari uchun. Albatta. Shu zamonaviy jihozlangan. Sekin bir tushirib o'tsangiz, bu tomoshabinlarga qiziq-ku. Albatta qiziq, albatta. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana talabalarimizga qarasangiz, bizda qat'iy forma belgilanmagan. Har kim o'zini masalan erkin, o'zi uchun qulay erkin formada keladi. Bu nimani anglatadi? Bu bizning universitetda birinchi o'rinda ta'lim. Asosiysi shu ta'lim. Ta'limga qaratilgan asosiy fokus. Xalqaro darajadagi universitetni o'ziga yarasha mana shunday bir erkinliklari bo'lishi kerak-da. Talaba erkin fikrini bildirib berishi kerak. Albatta. O'zi bemalol gaplashib berishi, ingliz tilida bemalol gaplashib turib bolalar tushunishingiz mumkin. Tushunmang. Nabila, yani Pokistonlik professorimiz mana dars berib turgan. Hozir bular imtihonlarga tayyorlanish jarayoniga ketib bo'ladi. Keyingi hafta bizda imtihon haftasi. Bevosita professorlar mana keyingi hafta imtihon deb qo'ymaydi-da. Tayyorlaydi shu imtihon. Maksimal darajada. Maksimal darajada shu talabalar nima yordam kerak bo'lsa so'raydilar. Darsdan keyin qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilinadi. Kerak bo'lsa individual ishlaydilar. Shu o'zlashtirolmay turgan yerida talabaga maksimal yordam beradilar shu professorlar. Lekin o'zlashtirishi kerak, o'rganishi kerak. Shuning men ko'rib turganingizdek hammasi zamon talabına mos, eng so'nggi
Zamonaviy mebellar bu yerda. Stollar hammasi yana bu hammasi yana zamonaviy. Hech qanday yo'q yani. Ko'tarilib tushirishi. Albatta. Faqat bulardanmi yo bular ham regular olib ketsa? Partalar ham. Komfort shaklda ishlangan ekan-a. Ular. Hamma sharoit bor. Shu bilim olaman o'rganaman degan talabalar uchun biza mana bugungi kunda vodiydan ko'p talabalarimiz bor bizlarning. Mana Samarqanddan, Buxorodan, Qoraqalpog'iston Respublikasidan, Surxondaryodan kelib o'qib turgan talabalarimiz bor. Shu Zo'r. undan tashqari bizda bitta joy bor. Talaba ingliz tilini bilishi kerak. Sertifikat so'raladi. Hammasini. Albatta. Shu darslar ingliz tilida bo'ladi chunki. Ingliz tilini bilib, SAT imtihon topshirib, SATdan yaxshi natijalar olgan bolalarimiz bor. Zulfiya mukofotini qo'lga kiritgan studentimiz bor. Zo'r. Fan olimpiadalarida o'rinlar egallagan 10 dan ortiq studentlarimiz bor. Hammasi shu o'qish jarayonlariga girishib ketgan. Maqsad aniqda, maqsad zamonaviy kasbni o'rganish. Kelajakda yaxshi kadr bo'lib yetishish. Kelajakda yetik inson, Albatta. yetik liderlar tayyorlab chiqaradigan, ajoyib o'quv ta'lim oladigan maskan desak ham bo'ladi. albatta. Prezidentimizni ko'zlagan maqsad ham shu o'zi. Haqiqiy shu Al-Xorazmiyni haqiqiy varislarini yetishtirib chiqarish kerak-da. Asosiy ko'zlangan maqsad shu. Ajoyib, ajoyib. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz va meni ham o'qisim kelib ketdi doğrusu. Shuning baribir xalqimizga davlatimiz shunchalik sharoitlar, talabalar shunchalik imkoniyatlar yaratib berib turgandim, quvonarli. Yuring kutubxonamizga ko'rsatamiz size. Ham bir narsani so'rab o'tchagan, har bir xonada shunday tarzda portallar, kurslar masalan soni bir xil bo'ladimi yo katta narsani qarab, jarayondan qarab? Yo, yana masalan hozir bu xonamizda e'tibor bergan bo'lsangiz mana 6 dan yana masalan 24 ku. Yo'q. Shu asosan shu o'zi bir guruh shuningda. Bir guruh. Seminarlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, mashg'ulotlar bo'ladigan bo'lsa, shu 24 bola kelib qatnashadi. Ertaga ma'ruza bo'ladigan bo'lsa, ma'ruzalar endi katta auditoriyalarda o'tadi. Leksiyalar deymiz-ku, ma'ruzalar tinglash. Bu yerda asosan dars o'tiladi. imtihonlarda dars o'tiladi, seminarlar bo'ladi. Bu babi qisqa auditoriyada bo'ladi. Qisqa 24 bola. Tushunarli. Professional yuzni tanish kameralar qo'yilgan. U talabalarni davomat ham qiladi bir vaqtning o'zida. Keyin talabani shu jarayonlar davomida shu shpargalkalardan foydalanmay o'tirganicha nazorat qiladi u. Qanday qilib buni nazorat qilish mumkin? Ko'rdingizku yani yuqorida shu kameralar orqali shu sun'iy intellekt orqali ishlaydi bu. Shu darajada shu mukammal nazorat loyihalarimiz bor. Keyin savollarni e'lon qilish jarayonlari ham bor. Hammasi shu o'quv bo'limida nazorat qilinib, masalan imtihon davomida savollar sahifga solinib, oldindan tayyor qilinib, shu kuni shu guvohlar bilan ochilib, xullas hammasi hozir bu borada mana yaxshi ma'lumotlarni beradigan mutaxassislarimiz bor, shular bilan uchrashtiramiz. Tuchuni bevosita tinglab, o'quvchi bilan bo'lgan jarayonlarni ham uyg'un holatda ishlaydi. Bundan tashqari yana ijtimoiy tarmoqlarga shu joyni o'zi translyatsiya qilish imkoniyati bu kameralarni, dars jarayonlarini. Ana keyin shu joyni o'zidan montaj ham etib beradi-da. Shu AI. Ko'p funksional ekan-da, men tushunishim. Keling. Kutubxonamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bemalol o'tiramiz. Bizdan talabalar bemalol o'sha darslarni, qo'shimcha mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlari mumkin. Kutubxonamiz, bu yerda yana kompyuterlarimiz ham bor. Assalomu alaykum. Zo'r. Turli xil, masalan, o'zlarini sohasına doir kitoblar olib netsalar bo'ladi. To'g'rimi? Albatta, bu yerda ingliz tilida kitoblarimiz ko'p, ingliz tilidagi kitoblar. Sotuv bo'yicha o'xshaydi. Mendan bor shu kitobda. Albatta. Biznes bo'yicha. Ben dasturlash bo'yicha mana C++. Dasturlarni yozish bo'yicha qo'llanmalar. Ajoyib. Keling bana. Adabiyot Alisher Navoiy adabiyotlari bular o'zbek tilidan ham bor ekan. Ava. Talabalar uchun bunday sharoitlar ham qilib qo'yibmiz yana.
Nishona chiqib kelavermaydi. Albatta. Albatta. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dars o'tdikmi? Arkadan giraveramiz, arkadan. Okay. Oh, that's so random. What does it mean to be random? Can anything ever be random? What's the most random thing ever? So, today, let's stop being random and become smart. If something is unpredictable and contains no recognizable patterns, we call it random. So, let's begin our hunt for the most random thing with coin toss. Asosiy faollar sonimiz bu. I don't have a coin right now. Looking at coin. Taassurotlar yaxshi, juda ham ajoyib tarzda jihozlangan, talabalar uchun yaxshi sharoitlar yaratilgan. Sizga katta rahmat. Rahmat. Hammani shu ta'lim jarayonlariga qiziqqan bo'lsa, biza taklif qilamiz universitetimizga. Kelajakda qaysi universitetda o'qiyman ekan degan bir o'yda yurgan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin, yoshlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Albatta. Shu yurtdoshlarimiz hammasini shu Qazara Speaklar kanalining kuzatuvchilarini hammasini Al-Xorazm universitetini mana shunday bir chiroyli muhitda shakllanib borayotganini bir faxr bilan e'lon qilamiz va qiziqqan shu yo'nalishlarda ta'lim olaman, zamonaviy kasblarni o'rganaman degan yoshlarni universitetimizga taklif qilamiz o'qishga. Albatta. Rahmat, salomat bo'linglar. islohotlarimizga kimdir ishonmoqchi bo'lsa, sizlar bilan suhbat qilish kerak. Sizlardan fikr olish kerak. Bir daqiqa ham bekorga umrimiz o'tmasligi uchun ta'lim, bilim. Kelajakda iqtisodiyotimizni barqaror bo'lishining eng katta zamini ta'limni barqarorligini ta'minlasak, iqtisodiyot barqaror bo'ladi. Bir narsaga ishonchlaring kerakki, bu qadamlarimiz boshlanishi.